Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bular noshkalari jo'st. Hop. Bu yerda mana test uchun qo'yilgan. Mana bularimiz mostlar, modellari, stendlari bilan turibdi. Xo'p. Xalq tilida utka most deydi. Bu ko'rishingiz mumkin Mercedes-Benz mosti deyiladi. Buni ko'pchilik haydovchilar biladi. Hop, mana bunisi utka most deyiladi. Mana bular noshkalar, jo'st, yengil varianti, og'ir varianti. Barcha turdagi ehtiyot qismlari mavjud. Hop. Mana stend. Diskli tormozi stendi. Podushkalik. Utka most. Saf most deydi mana shundan. Risorlik. Barchasidan mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shu kabi ehtiyot qismlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bundan tashqari